Hani sariq kiyimlarni kiyib yurayapti dedimki, ularga chekkada ovqat tarqatar ekan. Ovqat. Mana shularga ovqat tarqatyapti, u yerda bir kishi ovqat beryapti, boshqa beryapti. Mana bunaqa domla Koreyada bor, xuddi koreyskiy domni eslatardi. Güzel güldü bir rasm olaylik, ona tortdan akam uyib turib, oyna, tovuq. Muhteşem gül ajoyib ekan-da, subhanalloh. Gulga havasim keldi. Daraxt gul bo'lib turibdi. Qoyil. Mana shunaqa ekan-da. Konditsioner ishlaganda avtobus oynasini haligi terlatib yuboribdi. Oyna terlab ketibdi. Avtobus oynasi. Mana boshlandi ibodat. Ular tovuq ko'tarib, tovuqqa haligi menusini yeydi menimcha. Uturunda zavtrak bilan boshlasini. Ibodatxonadan chiqib tovuqqa ovqatini olib qaytyapti endi. Kichkinagina haligisi hali. Buning juda ham kattasi bor. Yo'qdan qaydayda nargasini qo'ygan. Shunday qilib hayot boshlandi. Ibodatxonadan chiqib borib ovqat yeb kelyapti. Ovqat olib kelyapti. Endi bu yoqqa ibodatxonasiga borib o'tirib qilib yesa kerak-da. Mayli. Alloh taolo hidoyat qilsin deb qolamiz endi.